2000-yilning yoz kechasida Savr Osiyoning purfuqor tog'lari uzra porloq bir yulduz uchib o'tdi. O'shanda yurtga suqilib kirmoqchi bo'lgan dushman bilan jang qilayotgan vatan posbonlari uni bir-birlariga ko'rsatishib, "Qara, Ulug'bek yulduzi" deb atashdi. Assalomu alaykum. Bugun yurtimiz qahramoni, jasur o'g'loni Ulug'bek Barnoyev haqida so'zlab bermoqchimiz. Asli Kattaqo'rg'onlik Ulug'bek Barnoyevning qisqa hayot yo'liga nazar tashlasangiz, u g'anim bilan jang qilishga avvaldan tayyorgarlik ko'rgandek, hozirlangandek go'yo. 12 yoshidan sportga, jismoniy tarbiyaga qiziqadi. Kurash, boks, ayniqsa sharq yakka kurashi bilan jiddiy shug'ullanib, qator yutuqlarga erishadi. Ulug'bek askarlikda qiynalmadi. Jangovar topshiriqlarni bajarishda boshqalarga namuna, o'rnak bo'ldi. Muddatli harbiy xizmatni o'tab, o'z taqdirini qurolli kuchlar bilan bog'lashga ahd qildi. Eng sharafli kasbni tanladi. Vatan himoyachisi bo'ldi. Uning jismoniy, ruhiy quvvati, kasbiy mahorati nafaqat sport mashqlarida, balki Yangiobod, Botken voqealarida ham sinovdan o'tgandi. Bu safar ham xuddi shunday bo'ldi. Hali kun qizib ulgurmasidan tog' toshlardan hovur ko'tarildi. Jangovar vertolyotlarimiz dushmanning asosiy kuchlari joylashib olgan tog' yon bag'rlarini bombardimon qila boshladi. Bizning jangchilar dushman joylashib olgan istehkom tomonga hujumga o'tishdi. Oldingi safdagilarning biri Ulug'bek Barnoyev edi. Ayovsiz jangda bir necha jangarilar yer tishladi. Ulug'bek yaralangan safdoshiga yordam uchun intilgan chog'ida unga ham o'q tegadi. Muqaddas vatanning yana bir parchasi shafaq rangiga bo'yaldi. O'sha kechasi Sari Osiyoda baland tog'lar tepasidan bir porloq yulduz uchib o'tganida u vatan, millat, do'st deb qurbon bo'lgan mard va botir jangchi Ulug'bek Barnoyevning yulduzi edi. Keyinchalik Ulug'bekning yon daftarchasiga yozganlarini o'qigan safdoshlari hayratda qolishdi. Unda shunday so'zlar bitilgandi: "Ortimda vatanim, xalqim, millatim turibdi. Men ularning himoyachisi, o'zbegimning Ulug'begiman." Kichik serjant Ulug'bek Barnoyev O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2000-yil 25-avgustdagi farmoniga muvofiq xizmat burchini bajarish chog'ida mardlik, jasorat va fidoyilik ko'rsatganligi uchun jasorat medali bilan mukofotlandi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahridagi o'zi ta'lim olgan maktab Ulug'bek Barnoyev nomi bilan ataladi. Kamina 2010-2015-yillarda 54-Kattaqo'rg'on saylov okrugidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylangan deputat sifatida har gal saylovchilar bilan uchrashuvga borganimda albatta Ulug'bek o'qigan maktabga ham borardim va uning mahalladoshlari, ustozlari, jajji uka-singillari bilan uchrashmasdan qaytmasdim. Maktab ostonasiga qadam qo'yishim bilan yonimda go'yo vatanning asl, mard, jasur o'g'loni bilan yonma-yon turgandek, yurgandek his qilardim. Shu kunlarda xalqimiz Vatan himoyachilari kunini keng nishonlamoqda. Bu kun avvalo Ulug'bek singari vatan ozodligi va tinchligi yo'lida qurbon bo'lganlarni yod etadigan kun. Shunday ekan, muqaddas vazifasini bajarish chog'ida o'zlarining shirin jonini fido qilgan o'g'lonlarimizning ruhi va jasorati oldida bosh egamiz.